uylarga tinchlik, sog'lik, amonlikni, yaxshi kunlarni ato qilgin. Mana shunday yetimlar uyini bitirishimizda Allohim quvvat bersin, o'zing bandalaring ko'matyapsan. Jannatlarda jam qil, shu dunyo hayotida farzandlarning rohatini ko'pirib, shu dardiga akamizni operatsiya bo'lgan ekan yuragidan Allohim dardiga shifo berib, umrini uzoq qilgin. Amin. Allohu akbar. Rahmat. Qarz bo'lib o'tib, Xudodan so'rab o'tirdim hozir. Xudoning o'zi suygan bandalarni jo'natib turaveradi mana shunday. Alloh rozi bo'lsin aka. Xolis Alloh uchun. Sizlardan ham rozi. Farzandlaringiz rohatini ko'ring. Aytaman-ku, dunyo turgancha turinglar. Dunyo sizlar borni shu turibdi deb. Rahmat, rahmat. Akajon, Qoraqalpoq xalqi, o'zbek xalqi bir onadan tug'ilgan ekspertlar bizga. Shunday. Xudo xolasa, to qiyomatgacha shu birdamligimizga ko'z tegmasin, nasib bo'lsa. Allohning yo'lida yurganlarda islom dinida millat Ibrohim Halilulloh millatidanman deganlardir. Bu o'zbek yoki qoraqalpoq degani emas. Shuning uchun u nariyoqqa borganimizda sen qoraqalpoq eding, sen o'zbek eding deb turib aytmaydi. Inshaalloh. Ibrohim Halilulloh millatiga yurganlargina ana o'shalar haqiqiy mo'minlar deyilgan Qur'onda. Shuning uchun befarq qaramay ehsonni kuchaytiringlar aka ukalar. Ozgina qoldi, Xudo xolasa. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Salomat bo'linglar. Toshkentdan, Sirdaryo, Samarqand, Buxoro oyoqqa turdi bugun qaranglar. Bugun Qoraqalpog'iston Respublikasi oyoqqa turdi. Inshaalloh ozgina qoldi, ozgina. Ayni daqiqalar mana Xudo rahmati yog'ilib turibdi do'stlarim. Kim yordam beraman desa marhamat shu oilaga. Shu yetimlarning boshini silashda bardavom bo'linglar azizlarim. Bu imkoniyat qaytib bo'lmasligi mumkin. Ertaga kim bor, kim yo'q xolis tepadagi biladi. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Shu oxiratda zaxira qilishga davom etaylik inshaalloh. Bunaqasi bo'lmagan. Qarang. 31 kunning ichiga bu 130 metr kvadrat. Shaharcha. Xuddi birinchi etajda 4 xonali emas, 6 xonali uyda. Inshaalloh mana bu yoqdan boshlanadi. Xo'p. Baraka topsin shu yerda. Mana qarab qo'y. Insonlarimiz o'g'illarni ham yo'ribdi, mana shu xayrli ishlarni ko'rsin. Bular ham mana shunaqa xayr saxovat pesha yigitlar bo'lsin, qizlar bo'lsin deb. Alloh rozi bo'lsin. Tingan yo'q mana hech kim. Do'stlarim, 31-kun bugun. Tashamasizmi? Ular Xudo asrang mana, asrang. Yo'q, ham shu jarayon davom etmoqda azizlarim. Hammalar kuzatib turibsizlar. Biz ayni daqiqalarda Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus shahridamiz. Bu ta'rifga til ojiz azizlarim. Mana marhum akamiz yana eslatma qilib o'taman. 2022-yil olamdan o'tganlar Milliy gvardiya saflarida xizmat qilib, 3 nafar farzandlarini uy-joyi yo'g'ildi. Mana shu cho'lda katta uy barpo qilib beramiz. O'tgan oyni may oyini 10-hissasiga boshlayotdik. Mana bugun 31-kun. Sutta haligi odam hammasi keladi. Inshaalloh sizlarga Xudoning nazari tushgan ekanda. Joz akamiz tinganlari yo'q. Mana shu uylarni barpo bo'lishiga shu kishi ham sababchi. Ota-onalarga ming rahmat shu insonni. O'zlari Samarqanddan Milliy gvardiya saflarida 35 yil xizmat qilib nafaraga chiqqan o'g'amiz bo'ladi. Alloh rozi bo'lsin. Sog' bo'linglar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Azizlar hammasi oldinda nasib etsa.